Assalomu alaykum o'rtoqli qarindoshlar. Yuqorida Abdushkur ya'ni Tosh o'g'li. Biz davlat manfaatini ya'ni mustaqilligimiz uchun qilgan xizmatni asosiy o'ringa qo'yib, bir-birimizning xizmatlarini yaratmaslik bilan emas, rag'batlantirish bilan shu vatan uchun, millat uchun qaysi sahani tutib bir ishlarni qilayotgan bo'lsa, shuni rag'batlantirish bilan bir birlik hosil qilib, shu vatanimiz uchun, millatimiz uchun bir xizmatni ko'rinarli qilaylik degan maqsadda millatni bir ittifoqlikqa chaqirib, yaxshi gap qilibdi, Alloh rozi bo'lsin. Men bu shunga bir qo'shimcha qilg'ash, o'zimning bir ko'z qarashini o'tirib qo'yib boqay. Biz bu shu davlat manfaati uchun birlik hosil qilolmayotgani 1949 yildan tortib Xitoy umumyuzlik besib olgandan tortib birlik hosil qilolmagandik. Yoki bo'lmasa o'tganda Hoji Qutlug' afandim biz mustamlik bo'lib qolgani 349 yil oldu degan, bir yil 350 yil oldu endi. 349 yilda turavermaydi. 350 yil bo'lgan bo'lsa, 350 yilning o'zi o'sha davlat manfaati uchun bir ishni qilolmagandik desa qilolmadimiz. Ko'ynakning tugmasi qarindoshlar, bir tal xato etilsa, yoqsimi to'g'ri kelmaydi, peshimi to'g'ri kelmaydi. Yoqsini eri o'ngshayman deb, peshini xotini o'ngshayman deb, ko'ynakning tugmasini umumyuzlik yechib yetib, boshqadan taqimasa, shu o'ngshayman bilan u o'ngshalmaydi o narsa. Sifat buzildi. Bizning inqiloblarimiz shu 350 yilning o'zi ko'ynakning tugmasi xato etilib qolsa, eri peshini yoqsini o'ngshayman deb, xotini peshini o'ngshayman deganga o'xshashlar. Yeshib etib boshqadan etmay, moshunda so'rilib kelayotgan bir inqilob bizning. Biz davlatchilik degan qanday bo'ladi? Qanday narsa? Milliy manfaat degan qanday bo'ladi? U qanday narsa? Islomiy davlat deyotganlar, islomiy davlat degan qanday bo'ladi? U qanday narsa? Qanday narsa? Zot nima asosiy o'rin qo'yiladi? Davlatning manfaatining oldida nimalar tafarruat olib turdi bir chetda? Nima asosiy o'ringa chiqadi? Bu nuqtani tanimaqlik biz asosiyat. Şu vatanda biz Uyg'uriston desa, biz Turkiston deb, biz imorat deb. Hozirgi kelgicha yana bizimiz Uyg'uriston desak, bizimiz Sharqi Turkiston deb, bizimiz turkchilikni ilgari sursak, pan-turkizmchilikni ilgari sursak, birimiz pan-islomizmni ilgari suramiz. Birimiz onu deymiz, birimiz bunu deymiz. Zodi davlat manfaati zodi qanchinchi o'rin turdi, qandoq turdi? Hammamiz o'zimizninki qarashlariga boshqalarni akilish bilan emas, o'zimizning ideologiyasini, fikrini boshqalarga tengish bilan emas, shu davlat manfaatini asosiy o'rin qo'yib, o'zimizning e'tiqodiy bir narsalarni bir yoqqa qarab qo'yib turib, shuning uchun bir xizmat qila oldikmi, desa qilamadik. Texicha tugmini, ko'ynakning tugmasini yechib yetib, boshqa yerdan boshdan taqimidik. Shuning bilan yuryapmiz endi. Endi 1949 yili, 50 yil desakmi, Xitoy umumyuzlik besib olgan bo'lsa, shu vatanda har xil namoyishlarni qilib boqdik, noroziliklarni bildirib boqdik. Undan keyin 1989 yil Barin voqeasidan keyin, undan keyin 97 yil G'ulji voqeasidan keyin turkum deb vatan sirtiga chiqdik. Vatan sirtida chiqishimizga sababchi bo'lgan yana bir omil nima desa, 1990 yil parchalandimi, Rossiya parchalanib, O'rta Osiyodagi qarindosh millatlarimiz mustaqil bo'ldi. Bundan so'yindik. Shu sabab bilan bizning vatanimizni ozod qilishimiz uchun shu yerlarga chiqib, qo'llarimizni qurol olsak, shu yerdagilar bilan birlashsak, ittifoqlashsak, shunda bir ish qilamizmi deb chiqqanlar bo'ldi. Chiqib u yerdagilarmi yanalam shu vatan millatning manfaatini asosiy o'ringa qo'yolmay, birisi islomiy davlat desa, birisi boshqa deb, u deb, bu deb, bu yerda kelishamay, o'zimizning ideologiyasini ilgari surish bilan bo'lib ketdik. Hozirgi kelgicha texicha yanalam shu vatan millat to'g'risida texi birlik hosil qilolmoqlik. Vatanning, millatning manfaati zodi qanday narsa?
uni ozod qilishda nimalarni orqamizga tashlab qo'yib turamiz. Buni mi texib bilib bo'lmadik. Endi tunigunning yog'i necha vaqtning yog'i, 1-2 oyning yog'i. Mas Suriya Asadni ag'dirib tashlab, yangi Muhammad Sharaning boshchiligida bir Suriya davlati qurilgan bo'lsa, bu davlatni qurish jarayonida bizning qurolli qismlarimizni aytdi, yaxshi xizmat ko'rsatib, ularga xili ta'sir ko'rsatib, dunyodagi ziyolilarimizni tortib, hamma odamni xili ta'sirlantirdi. Xili ta'sirlanganlar chiqdi. Umidvor bo'lganlar chiqdi. Bularmi 2-3 oyga bormasdilla, hozir ahvoldan qaraganda bularning ichi yaxshi emas. İçi yaxshi emas. Nima uchun shu ichi yaxshi emas, shunday buzilishlar o'tirg'i chiqadi desa, tugma texicha yiliqib ketayotliq. Tunigun birisi bayonot berib, burunqi amirni tushganligi, uning xatoliklarini sodir qilganligi, uning fosiqligi to'g'risida bir muncha gapni qildi. U bayonotchining iqtidorining qanchaligini ko'rdik. Onundan keyin ma tarafning chiqib, endi u tarafni qarlab Sham nima Suriyaninki hozirgi Muhammad Sharaning qo'yniga kirib olib, aslidagi nishondan adashdi deydi. Deyish jarayonida nima deydi desa, Hasan Mahsum Rahimullah bu qandaq bir inqilob qilishimizni o'ttirg'a qo'ygan, undan keyin Abdulhaq Damullam elib mangan. Shuning bilan bizning maqsadimiz haqiqiy bir islomiy bir inqilob, islomiy jamiyat barpo qilish. Bular asos jihatdan aning kayni kirib ketdi, maning kayni kirib ketdi deydi. Hasan Mahsum yaxshi odam hamda yuqorida degandek vatan sirtiga chiqib shu qurol elishni tashabbus qilganlarning birisi. Ma'lum sabablar bilan u O'rta Osiyodagi ishlar mashinada buzilib, ular ayaga berib Afg'onistonda shu qurolni tashmay turdi. Lekin shu Hasan Mahsum Rahimullah deyish bilan xatolashmaydigan odammi desa, shu o'zi bir islomiy jamiyat, islomiy davlat da'vatgan islomiy jamiyatning qanday bo'lganligini bilmagan odam shuni. Bilmagan odam. Shuning so'zidan ta'sirlangan odamlar texichi shu islomiy jamiyat, islomiy davlat deydi. İslami cemiyet degan nima, qanday narsa, u qanday bo'ladi? Payg'ambar alayhissalom davlatni qurganda Madinada qanday bir davlat qurgan? Bu to'g'rilarda to'xtalmay. Payg'ambar alayhissalomning Madinada qurgan davlati qanday davlatdi? Qanday davlatdi? Qanday yashaydi? Kimlar bilan qurgan? Shu Madinani qo'g'dashda kimlar bilan birlik hosil qilgan? Bu narsalarda to'xtalmaydi. Qanday bo'ladi desa, shu 2-4 tal bir gap ba tepağın, oğurunun kolunu kesimiz, zinaxurun çamı kese kılımız, namaz okumaganını öldürürüz. Bana boşuna koşaş gel. Oğurunun kolunu keseş, Kur'an'da bozsumu, namaz okumaganını öldürüş. Zinaxurun çamı kese kılış degen, onun okuvatkan, uluğlavatkan Kur'an'ı bilen hiç kandan münasebeti yok. İslami cemiyet degen kandak oludu, kandan nerse, nimi o demey, aşı tügümü hata ettiklik, şu beti ketiyi verip, ahırda endi bir islomiy jamiyatni barpo qiladigan kelib qatnashdi endi. Qatnashgan chaqda Muhammad Shara haqiqiy islomiy jamiyat deganning qanday bo'lganligini deganda huquqni ilibla ko'rsatib qo'ydi. Uning desa bizning heliqi islomiy jamiyatning nimaligini bilmay og'izda islomiy jamiyat deyotgan, islomiy jamiyat to'g'riliq bir yezib qo'ygan bir tal nizomnomasi yo'q, bir davlatchilik deganning qanday bo'lganligini yezib qo'ygan bir nizomnomi yo'q, bir narsa yo'q, cho'ngroq bir kitob yo'q. Yo'q. Islomiy jamiyatning davosini qilgan odamlar biya kelgan chaqda Muhammad Sharaning ilib ketib qolgan xizmati ularning islomiy jamiyat degan narsa bilan to'g'ri kelmay qoldi bu narsa. Bog'lashmay qoldi. Bu biz degandek bu o'g'rining qo'lini kesilgan, zinaxurun çamı kese qiladigan, namaz okumaganını öldürdigan emas, hamma odam o'rtaq yashaydigan, hamma odamning o'zining diniy e'tiqodiga qo'yadigan, boshqalar bilan diplomatik munosabatni o'rnatib, ularga qarish turmay, Mo'rtkas Eron bilanmi, Isroil bilanmi, Saudiya Arabiston bilanmi, butun biz botil deyotgan davlatlarning hammasi bilan
siyosiy ijtimoiy iqtisodiy jihatlar diplomatik munosabatni o'rnatib mush Suriyani gullangan bir jamiyat qilib barpo qilib mushta bir davlat qilib dunyoda bir davlatlar qatorida yashayman da'vatidagi bu deb bizning degan islomiy jamiyatimiz qurmoqchi bo'lgan islomiy jamiyatimizga necha vaqtniyog'i mangan nishonimizga vikokatdagi bizning necha vaqtniyog'i bular bilan qilgan ishimiz deb shartida bo'linib chiqiblar bir gaplarni qilyotdi. İslomiy jamiyat degan nima desa, ular bilmaydi o'zi. Boshdan tortib bilmaylik biz zodi. Shu vatanda 300 necha yilning yog'i, 350 yil bo'lgan bo'lsa, shu 350 yilning yog'i islomning davosini qilayotganlarni bilmaylik. Keyin vatan sirtiga chiqibmi islomiy jamiyat deyotganlarni bilmaylik. Bilmaganlik uchun qo'lidagi bayroqni Washingtonga tiklaydigan dunyo kofirlari deb so'zlaydigan bo'lib qolgan. Qur'on aşında bir narsaga chaqiramdi bizni. Dunyo kofirlari deb tillashqa. Bütün dunyoni fatih qilishqa, bütün dunyoni musulmon qilishqa buyurganmi bizni Qur'on? Buyurgan emas. Biz seni bütün odamni musulmon qilib bersin demidik ey Muhammad alayhissalom. Allah agar uni shu musulmon qilishni xohlasdi, biz aşında qilardik, lekin undaq narsa yo'q, unda bir qonuniyat yo'q deb shuning uchun Qur'onda diyor desa, hamma odamning o'zining diniy e'tiqodi, o'ziga tinch bir jamiyat barpo qilinglar. Ya'ni islomda birlik hosil qilinglar. Islom degan tinchlikda birlik hosil qilinglar. E'tiqod sababli bir-biringlar bilan urushmanglar, bir-biringlarni kamsitmanglar degan. Payg'ambar alayhisalom shu bo'yicha Madinada shunday bir davlatni qurib, musulmonlardan olganning ismini zakat deb, g'ayrimusulmonlardan olganning ismini jizya deb, fidya deb ilib Şunun bilan bu davlatning boylar qanchalik berelaydi, kambag'allar qanchalik iqtisodga ehtiyoji bor. Shuning qarta 2% to'xtatib shu yerda. Shu Madinaning sharoiti qarta. Hozirgiga o'xshash ashundaq hamma odam o'rtaq yashay oladigan bir jamiyatni barpo qilgan. Bir asos qonun tuzildi o davlat deganda. Hozirgi Muhammad Sharoning ilib ketib qolgani agar mushu dunyoda Suriyani ashundaq adil hamma odam xotirjam yashay oladigan bir davlat qilib mangsa, shu islomiy jamiyat degan shu. Bizning o'g'rining qo'lini kesimiz, zinoxo'rni jami kesak qilamiz, namoz o'qimaganni o'ldiramiz. Hamma odam bizning gapimizni anglashi kerak. Talatuzga hech kim yalang'och chiqmaslik kerak, hech kim soqolsiz chiqmaslik kerak. Da'vatgan odamlar islomiy jamiyat deganning qanday bo'lganligini bilmaydi. Bilmasdan o'rganib olgan, bilmasdan so'zlayotgan, boshdan tortib bilmaglik, boshdan tortib tugma, xato etiglik, tehichi yeshib etmasdan xotin yoqisini o'xshayman deb, xotin peshini o'xshayman deb ketib olganga o'xshash bir narsa bu. Bir islomiy jamiyat degan nima? Sen o'tirib qo'yib bergan qanday narsa, qanday bir davlatchilik sistemasini o'tirib qo'ymoqchisan desa dapramaglik. Lekin mayaqdan nurg'un odam o'tganda Abdukarim Zoir chiroyli islomiy jamiyat degan mandoq bo'ladi deb uzun bir yozmani yozib sunug'liq Facebookda. Hozirgacha dars so'zlab kelaylik. İslomiy jamiyat degan nima, qanday narsa degan. İslam degan nima, din degan nima, ikkisini ayirib chiroyli. E'tiqod degan nima, qanday narsa u? Bir odam e'tiqodda birlashish kerakmi yo islomda birlashish kerakmi deb chiroyli o'tirib qo'yibdi. Payg'ambar alayhisalom islomda birlashadigan bir jamiyatni barpo qilgan Madinada. E'tiqodda emas, hamma odamning e'tiqodi o'ziga. To'g'ri bir dinni tashabbus qilish bilan, Allohga sherik keltirmay, haqiqiy bir dinda mengishni tavsiya qilish bilan va ashunga chaqirish bilan birga e'tiqodda Allohning dabbagini bo'yicha lakum dinikum valiyadin. Hamma odam o'zining dinida yashab olsin, uning aralashma. Lekin islomda birlik hosil qil degan shu shuvarga asosan Allah'ın şu buyruğu asasen aşındak bir cemiyetini berpa qilgan. Hazır ahirde yani şu Muhammed Şaraga kelsek, Muhammed Şara Suriye'de mana mushundaq hamma odam o'zining e'tiqodi, dini bilan, o'zining dinida, o'zining e'tiqodida, o'zining milliy urf-odatida yashay oladigan ashtaq bir jamiyatni barpo qilsa, shu payg'ambar alayhissalom o'ttirib qo'ygan islomiy jamiyat Madinada qurgan shu jamiyatni barpo qiladi. Davlat kichik desa, bütün millat, bütün dindikilar hammasının vakilleri yığılıp durup, hiç kimge zulüm kılınmaydıgan, hammasi e'tirof qilgan bir asas kanun tuzildi. Şu asas kanun aslida onun degan
hamma odam yashaydi. Islomiy jamiyat degan bu. Islomiy jamiyatning nimaligini bilmay, islomiy jamiyatni quradigan odam oxirida chiqsa, o quruqliq dunyoda bor unda islomiy jamiyatlar. Bor. Hamma odam o'zining diniy e'tiqodi bilan yashay oladigan, davlatning qonuni ostida yashaydigan davlatlar jiqma g'arb dunyosida. G'arb dunyosida jiq. Lekin shu yerda endi biz musulmon da'vatqonlarning orasidan ashundaq bir jamiyatni barpo qilaman deb diplomatik munosabatni yaxshi o'rnatib chiqsa desa, islomiy jamiyat deganning nimaligini bilmaydigan odamlar birdilla qarshi chiqyotdi. Qarshi chiqib yana nimani o'tirib qo'yadi desa, dunyo kofirlari, g'arb dushmanlari, g'arbga biz hujum qilishimiz kerak, uni musulmon qilishimiz kerak, fatih qilishimiz kerak. Nima qilgan xalqning ziminiga fatih qiladigan, xalqning zimini bekor tajovuz qilgan. Alloh Qur'on tajovuz qilinglar, tajovuz qilmanglar deyapsa. Tajovuz qilishmi jinoyat? Kafirning yurtiga, kafir sening yurtingni tajovuz qilib besib olsa, uning qarshi harakat qilmasliging, uni asosiy o'rin qo'ymasliging jinoyat. Oldi bilan islomiy jamiyat deganning nimaligini bilib turib, uningdagi islomiy jamiyat deb shuvarta olanglar.